Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Men ismim G'ani Farruh. Shu bankda o'rinbosari bo'laman. Bizlarda bugungi kunda yangi kredit turibmiz, eng arzon tezkor degan. Ya'ni ushbu kredit xorijiy valyutada beriladi. Yillik 12% dan 3 yil muddatga 6 oy imtiyozlar bilan. Ya'ni 6 oy faqat foiz to'laysiz. Yillik 12%. Mana kredit hali bo'lmagan, faqat xorijiy kreditni. Xohlasangiz ushbu kreditni sizni hisob raqamingizni tashlab berishim mumkin yoki siz aytgan xohlagan yo'nalishda bunaqa hech qaysi bankda yo'q. Misol yangi kredit o'shandan sizlarni boshqarma yoki og'aylarni foydalansa, marhamat 12%, yillik 12% dan 6 oy muddat imtiyozlarni 3 yil muddatga beriladi. U xohlagan olmay kirib turgan tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha summa cheklanmagan miqdorda faqat siz zalog qo'yib, ya'ni bir garov qo'yib, o'sha garov evaziga xohlagancha olishingiz mumkin. Yana qanaqa savollar bo'lsa, marhamat aytsangiz, sizga yana aytib beraman. U faqat yuridik shaxsga yoki yuridik shaxs tashkil etilmagan yakka tadbirkorlarga beriladi. Cheklanmagan miqdorda beriladi. Zalog qo'yasiz. Hisob raqam ochib turgandan qat'iy nazar, mana endi ochib, ertaga siz zalog qo'ying, tadbirkor yo'nalishi xohlagan yo'nalishi beriladi. Zalogga noturar bino, savdo do'konlari, ofis binosi yoki avtomashina. Xullas, klientga bo'ladigan har qanday nima zalog qo'yiladi. Turar biroz ham qo'yilishi mumkin. O turar biroz tartib alohida bo'ladi. Ya'ni bir kishini turar biroz ikkita yoki ortiq mulkka ega bo'lish kerak. O'shandagina bundan tashqari turar birozda istiqomat qilish kerak. Ya'ni o'sha qanday ish bo'lmasligi kerak.